Sun'iy intellekt bilan pul topish haqidagi startap ideyalarni odatda qayerdan olaman? ChatGPTga telefon qilaman. Слушаю тебя внимательно. O'zbekcha gaplashamiz. Albatta. Gaplashamiz o'zbekchada. Endi to'xta. Menga startap ideyalar kerak. Men 25 yoshdaman. Men uyda o'tirib, faqat telefonim o'zim bilan, internetim bor. Sun'iy intellekt yordamida pul topmoqchiman O'zbekistonda turib. Menga aniq yo'llarini qaysi sun'iy intellektlardan foydalanaman va qayerda sotsam bo'ladi. O'shani qisqa qilib menga aytaverasan. Men keyingisi deganimda keyingi ideyani aytaverasan. Tushunarli. Demak, juda qisqa qilib aytaman. Sen telefoning va internet orqali O'zbekistonda sun'iy intellektdan foydalanib pul topishni xohlayapsan. Birinchi yo'li, masalan, ChatGPT yoki shunga o'xshash AI modellaridan foydalanib, freelance yozish ishlarini qilishing mumkin. Misol uchun, odamlarga matnlar yozish yoki ijodiy kontent yaratish. Bu birinchi oddiy usul. Ikkinchi yo'li, AI yordamida ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent yaratib, Instagram, TikTok yoki Telegram kanallarida sotishing mumkin. Ya'ni dizayn, video yoki reklama postlarini tezroq va arzonroq tayyorlaysan va shu orqali daromad qilasan. Uchinchi yo'li, AI vositalaridan foydalanib onlayn maslahat yoki kurslar berishing mumkin. Masalan, biror sohada bilgan narsalaringni yordamchi AI bilan o'rgatasan. Qisqacha aytganda, mana shunday yo'llardan boshlashing mumkin. Agar keyingi g'oyalar ham kerak bo'lsa, aytib beraman. Keyingisi. Albatta. Hozir yana bir ikkita g'oyani qo'shib ketaman. Masalan, yana bir variant bu AI vositasida internetdagi tovarlarni tahlil qilib, dropshipping yoki onlayn savdo bilan shug'ullanish. Ya'ni sun'iy intellekt yordamida ommabop mahsulotlarni topib, ularni mahalliy bozorga moslashtirib sotishing mumkin. Yoki grafik dizayn, logotiplar yoki video montaj xizmatlari ko'rsatish. Ya'ni odamlar uchun vizual kontent tayyorlashni AI bilan osonlashtirasan va bundan daromad olasan. Mana shunaqa qilib beskонечно to'xtamasdan yuzlab ideya olsa bo'ladi. Oddiygina ChatGPTga telefon qilasiz, o'zbekchada so'rab, gaplashib ketaverasiz. Inglizcha, ruscha istalgan tilingizda gaplashib ketaverasiz. Yanada ko'proq ma'lumotlar olib boqish uchun sahifamga obuna bo'ling.